uyqu bu Alzgeymer kasalligini profilaktikasi. Biz o'zi miyamizni bor yo'g'i 3-4% ishlatadigan bo'lsak, qanaqa qilib u charchaydi? 4 millimetr grija ham bu bemorga juda ham katta simptomlar berishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi. Bunaqa ta'siri qanaqa o'zi? Faqat og'riq qoldirishmi? Tekshirganda hech qanaqangi defitsit topa olmayman. Chunki u og'riqdan tezroq qutulishni xohlaydi. Og'riq ham unaqa kuchli emasdi. Har qanday operatsiya bu o'ziga yarasha riski bor. Kuchli og'riqlar bilan, hushsiz holatda, komada. Bu 8 soat kechqurun bo'lishi shartmi? Shifokor bo'lib turib, o'sha yerda turib, jim tura olmaysiz-da. Portlab ketgisi keladi. Mashinaga solib olib borishda muammo yo'q, to'g'rimi? Yoki qimillatish kerak emasmi insult paytida? Men aytaman, inson o'zini to'g'ri yaxshi ko'rish kerak. Odatda 700 mingdan 1 milliongacha pulinglar ketadi, agarda mana shu tekshiruvlardan o'tsanglar. Keling, misol uchun, hozir как раз kameralar yo'q-ku. Insultni ko'rinishini tasvirlab bersak. Misol uchun, men nimani bilishim kerak agar men otamda yoki onamda insult bo'layotgan, insult fazasiga o'tayotganini qandoq bila olaman? Oddiy test bor. Bu tibbiyotga aloqasi bo'lmagan insonlar uchun yaratilgan fast test. Fast test rashifrovkasi F face yuzdagi asimetriya. Ko'pincha insult bo'lganda markaziy yuz falajligi paydo bo'ladi. Yuzdagi asimetriya face. A arms qo'llar ko'tarilishi so'raladi. Bizda Barre simptomi bor. Agar Barre simptomi musbat bo'lsa, bu ham bitta qo'shimcha belgi. S speech nutq gapirtirib ko'riladi. O'sha yangi o'tkir insult bo'lgan vaqtda nutqda buzilish bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin yo motorniy afaziya, yo sensorniy afaziya yoki bo'lmasam dizartriya. Nutqda buzilish. T time tezdagina yordam chaqirish kerak. Odatda diagnozni qo'yish uchun bizda kompyuter tomograf bilan MRT juda ham katta rol o'ynaydi. Bu degani kompyuter tomografda insultni turini aniqlab olish osonroq agar u gemorragiya bo'lsa, agar tomir yorilib ketgan bo'lsa, qon bo'ladigan bo'lsa, unda kompyuter tomograf yaxshiroq. Agarda ishemiya boshlangan bo'lsa, unda magnit rezonans tomografda o'zining rejimi bor. Rejim tashlanadi va o'sha rejim orqali, misol uchun, tez aniqlab olsa bo'ladi. Xo'p, bemorni mashinaga solib olib borishda muammo yo'q, to'g'rimi? Yoki qimillatish kerak emasmi insult paytida? Yo'q, mobilizatsiya kerak baribir. Men doim immobilizatsiya uchunman. Baribir ham necha vahma qilganimiz yaxshiroq. Chunki bosh miya shunaqangi unikal a'zoki, har bitta insonda bu har xil o'zini tutadi. Shunaqa bemorlar bo'lgan, o'choq juda ham kichkina. MRTda bir haftadan keyin ham ko'ra olmaganmiz. Lekin holati koma 2-darajada. Chunki bosh miyani o'sha hayotiy juda ham muhim bo'lgan sohalari zararlangan. Bo'lishi mumkin. MRTni ochganimizda bosh yarmida ishemishskiy o'choq, lekin bemor gaplashib o'tiribdi. Bu neyroplastichnost, miyaning individualligi. Bu yerda ham miyaga qon quyilgani doimo birinchida bilishimiz imkoni bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men doim mobilizatsiya uchunman. Bemorning iloji boricha ehtiyot qilib olib kelish kerak. Zo'r. Keling, men kameralarni yoquvligidan foydalanib turib tanishtirmoqchiman. Bugungi mehmonimiz doktor Iman Maqsudova. To'g'ri aytdimmi? Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Va bugungi suhbatimizni nevropatolog qabuliga qanday muammolar bilan murojaat qilsa bo'ladi va xalqimiz orasida eng ko'p tarqalgan va eng ko'p shikoyatlarni bugun gaplashib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p. Grija masalasi. Har doim bizani o'rgatishardiki, belingni to'g'ri usha, to'g'ri harakat qil, og'ir ko'tarma deylardi. Hozir oxirgi payt men ko'proq Instagramda ko'ryapman va o'zimizdan ham medtexnika sohasida grijani operatsiya orqali davolash rivojlanmoqda, endoskopik usul bilan. Xo'p, o'tda ma'lum bir millimetrlar bor.
mana shular to'g'risida to'liqroq ma'lumot bersangiz, qachon biz to'g'ridan to'g'ri operatsiya stoliga yotamiz, qachon davolansak bo'ladi. Chunki har qanday operatsiya bu o'ziga yarasha riski bor. Albatta. Men bu mavzu bo'yicha doim neyroxirurglarimiz bilan, vertebrologlarimiz bilan sporlashib kelaman doim. Chunki operatsiya qilishga shoshilish kerak emas. Ko'rgan har bitta bemorimga erinmasdan buni tushuntiraman. Qachon operatsiya qilamiz? Nima belgilar? Chunki nevrolog, faqatgina nevrolog operatsiyaga ko'rsatma beradi. Qachonki bemorda nevrologik defitsit topsa. MRT xulosasida agar grija xulosa berilgan bo'lsa, gрамотный mutaxassis, malakali mutaxassis pastga yozib qo'yadi. Nevrolog konsultatsiyasi va klinika bilan solishtirish xulosani. Mana ko'ryapmiz MRTda grija, aytaylik 11 mm deylik. Bu yetarli darajada kichkina emas grija. Va bemorni tekshiryapmiz. Mutaxassis nevrolog bog'lachasi bilan 80% dan oshiq holatlarda topический diagnoz qo'ya oladi. Topik diagnoz qo'ya oladi. To'g'ri. Agar bemorda gipotrofiya, ya'ni oyoqda ozish bo'lmasa, giporefleksiya, demak bog'achani urib ko'rganimizda reflekslar pasaymagan bo'lsa yoki bo'lmasam sezgida o'zgarishlar bo'lmasa, bemorda faqatgina og'riq yoki ildizli tortishlar bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri medikamentoz lecheniyaga ko'rsatma hisoblanadi. Standart bo'yicha eng kamida 3 oy medikamentoz lecheniya qilinadi. Shu davo qilganimizdan keyin hech qanaqangi foyda ko'rmasak, bu grijani belgilari oshib borsa, nogironlikni oldini olish uchun, bemorni o'sha defektga olib kelmasligi uchun biz ikki qo'llab neyroxirurgga topshiramiz. Yana bir holat bor. Juda muhim ahamiyatga ega holat, bu o'zingiz ham bilsangiz kerak. Orqa miya kanali hajmi. Hozir shuni aytmoqchi edim. Orqa miya kanali hajmi normada 16 mm. Bu norma hisoblanadi. Относительно qisqargani bu 11 mm gacha. Demak, agar insonda shu orqa miya kanalini tug'ma torligi bo'lsa, 4 mm grija ham bu bemorga juda ham katta simptomlar berishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi. Bo'lishi mumkin katta grija, lekin orqa miya kanali diametri keng, orqa miya bemalol o'tda o'ynab yuradi. Bosim kam bo'ladi. Bosim kam bo'ladi, grijani bosimi. Ayrim holatlar bo'ladi, mani bemor operatsiyasidan oldin chaqirishadi. Ko'rib bering nevrostatus. Bemor operatsiyaga tayyor. Emotsional даже tayyor operatsiyaga kirib ketyapti. Tekshirganda hech qanaqangi defitsit topa olmayman. Chunki u og'riqdan tezroq qutulishni xohlaydi. Og'riq ham unaqa kuchli emasdi. So'rayman. Nima qildingiz bundan oldin? Hech narsa qilmadim. Nimaga operatsiyaga ketdingiz? MRTda grija chiqdi. Shunaqa holatlar bo'ladiki, og'riq bor, lekin bemorga dori yozish kerak yo'q. Nimaga? Chunki u mashq qilishni boshlaganda, suzishni boshlaganda, o'sha murqa pog'onani ushlab turuvchi paravertebral mushaklarni mashq qildirganda va qorin devori mushaklarini ishlatganda murqa pog'ona o'zidan o'zi shu mushaklarga quloq solishni boshlaydi. To'g'rilanishni boshlaydi. Og'riq kamayadi. Bu orqaga qaytmaydi. Chiqqan grija orqa miyaga bosim o'tkazayotgan orqaga qaytmaydi yoki so'rilish deydi. Ko'pchilik soddaroq qilib tushuntiradi. Dorilar bilan mexanik ta'sir ko'rsata olmaymiz. Lekin suzganda, mashq qilganda murqa pog'onani holati, sifati yaxshilanadi. Chunki o'zimda ham grija bo'lgan. Har 6 oyda blokada. Va bizga shunaqa tushuntirardi, endi ismlarini aytmay, juda ham bemorlari ko'p odam.
yotqizardilar. Shunaqa darajada band bo'lardilar. Bir kunda bir paytda o'zida 10-12 ta odamga blokada urib ketardilar. Bitta vrach o'zlarini tayyorlagan, medsestralar tayyorlagan anaqa kokteyl bo'lardi. Va yotqizib ketma-ket urardilar-da. Ozginadan keyin siz turasiz, ketasiz. Shu 7 kun davrda og'riq qoladi. Lekin xuddi kalendarga zadacha qo'yganingizda, ya'ni 6 oydan keyin yana xuddi shunaqa holat yoki sovuq tushadi yoki konditsioner tagida uxlab qolishingiz bor. To есть bir nima yallig'lanishga olib keladigan bo'lsa, darrov qaytardida. Va men shunaqa muddatda oldim, uni bir 4 yilmi 5 yil oldim. Ketma-ketlikda. Keyin oxiri trener bilan tanishib qoldim-da. Nima muammo deyapti-da. Mana shunaqa men krijam bor, men tosh ko'tara olmayman deyapti-da. Kulyapti. Nimaga kulyapsan desam, yo'q buni yo'li oson-ku deyapti. Qanaqa qilamiz desa, faqat 1 soat, 1,5 soat zalda. Oddiy mashq, devorlarga ro'para qilib qo'yib turib ham, misol uchun faqat 180 gradus tanani burish orqali ham bo'yindagi grijadan men ancha qutulganman-da. Keyin bildimki, shu blokadada bu narsa so'rilmaydi. Yo'q. Lekin juda ham shu kungacha ham hozir bilmayman, lekin men davolangan payt, misol uchun 12-13-yilda u avjiga chiqqandi-da, belimda grijam bor desa, blokada bu juda ham keng tarqalgan metod edi. Chunki bu oson yo'li. Bu blokadan ta'siri qanaqa o'zi? Faqat og'riq qoldirishmi? Blokadan ta'siri o'sha mahalliy, o'sha og'riq sohasiga shishni qoldiruvchi, отек снимает, og'riqni qoldiruvchi va o'sha yerdagi ishemiyani kamaytirish uchun qilinadi. Mahalliy yallig'lanishni kamaytirish uchun qilinadi. O'sha yerdagi mushakni spazmi pasaytiriladi. Местni anesteziruющий effekt beradi. Og'riq qoldiruvchi effekt beradi. Men boya aytdingiz-ku, men bolg'achamda 80% grijani lokalizatsiyasini bu qayerda joylashgani va qancha kamida millimetr. Va bir marta juda ham pasiyent ko'p klinikaga boryapmiz. Nevropatolog bilan uchrashyapmiz, Alisher aka degan inson. Biz ularga MRT apparat taklif qilyapmiz. Bemorlaringiz ko'p ekan, anaviroq diagnoz qo'yasiz. Boshqa deymiz. Ular aytadi, MRT apparatingiz tannarxi qanaqa deyapti. Turiga qarab turib, tam $340,000 dan $700,000 Bundoq oldilar-da, kulib bolg'achani undan chiqardilar-da. Men diagnoz qo'yishim uchun o'sha aytganingizdek ko'p holatlarda mana shu bolg'acha yetadi. Buni tannarxi 170,000 so'm turadi. Hop, yo'qotib qo'ysam, yana boshqatdan sotib ola olaman deyaptilar-da. O'shanda men jiddiymi desam, keyin tushuntirib bergandilar-da. Bizani ko'p holatimiz tanamiz o'zi eng katta sotqindir. Bizda nima ketayotganini sezgilarimiz shundoq sotib beradi. Nevropatolog uchun bu eng muhim narsa. Nevropatolog ko'zi bilan ishlaydi, bolg'achasi bilan ishlaydi. Ya'ni bemor eshikdan kirib kelishi bilan siz уже boshlaysiz nablюдать qilishni, boshlaysiz harakatning sifati qanaqa, soni qanaqa gaplashyapti siz bilan, yuzini mimikasi qanaqa yuryapti, походка qanaqa, orientatsiya bormi, yo'qmi, hamma yo'lni o'sha boshlaysiz o'rganishni. 3 ta termin bor. Qachon biz terapevtga boramiz? Qachon nevropatologga, qachon psixologga? Bu shuni ajratib bersangiz. Psixosomatika bo'yicha so'rayapsiz. Ha, og'riqlar bo'yicha, fantomli og'riqlar bor. Bemorlarimiz ko'pincha agar og'riqlar bo'lsa, albatta nevrologga murojaat qilishadi. Lekin nevrologni vazifasi buni ajratib olish. Haqiqatda somatik kasallik bormi, yo'qmi? Hozir juda ham ko'payib ketgan psixosomatik holatlar. Odamlar o'zida kasallik axtarish, qidirish boshlashgan. Bu narsani tushuntirib berishimiz kerak. Menda bo'ladi shunaqa holatlar. Ularni men psixologga yo'naltiraman. Yordam berish uchun. Chunki men fikrlashim bo'yicha ortiqcha dorilarni qabul qilgandan ko'ra o'z ustida ozgina ishlash kerak. Bu muammoni hal qilsa bo'ladi. Yana qaytamiz, misol uchun aptekaga kirib og'riq qoldiruvchi dorini sotib olish yoki bo'lmasam bironta dori sotib olgan paytimizda
qaytimiga ham og'riq qoldiruvchi dori olish odatiy holat xalqimizda. Bu og'riq. Har bitta joyimizda og'risa, bu tanamizga bizga belgi berayotgan bo'ladi. Nimadir muammodan. Bizlar xuddi og'riq bu himoya. Tushuntirib bersangiz, qanchalik darajada bu og'riq qoldiruvchilarga ro'jo qo'yishimiz. Lekin boshqa narsani ko'rganman, chet elda aspirin bor. Oddiy do'konlarda ham sotiladi. Uning uchun shunaqa keng tarqalib sotiladi va oddiy do'konlarga ham qo'yib qo'yilgan. Va bizadagi shu Kupin yoki bo'lmasa, ularni ham har gal sezonning yangi modellari chiqadi. Xuddi model degandek, как бы nom bilan og'riq qoldiruvchi, hozir undan ham zo'ri bor. Og'riq qancha kuchli og'riq desangiz, undan ham zo'ri bor deb provizor o'zi aptekada sizga taklif qiladi. Bu juda noto'g'ri narsa. Chunki o'zim ko'rganman, endi koronavirus boshlangan paytlarida dorixonada turibman. Navbatda bemor kelib so'rayapti, isitma chiqyapti, yo'talyapman, nima qilish kerak? Dorixonada dori berishyapti. Endi shifokor bo'lib turib, o'sha yerda turib jim tura olmaysizda. Portlab ketgisi keladi. O'sha yerda nimaga siz aytmayapsiz? Doktorga borgin, ko'ringin demayapsiz. Asorat bo'lsa-chi. Oddiy misol, hozirgi kunda men bemorlarni strafovka qilishni o'rganib olganman. Qanaqa? Sharoit bormi? Texnika bormi? Bir qator ko'rib qo'yish kerak. Boshim og'riyapti deb kelgan bemorni keling MRT qilaylik, ko'raylik, miyani holati qanaqa. Birinchidan bemor o'zi ham tinch topadi. Miyasini ko'rib, ularga juda ham yoqadi. Kompyuterni ochib, disk qo'yib, miyasini to'liq aytib berganingizda ularga yoqadi bu narsa. Ishlagisi keladi shuning ustida. Chunki holatlar bo'lgan, bosh og'rigan bemorda katta hajmli jarayon, lekin boshni og'rig'iga qarshi davo qilingan. O'shandan keyin aytganman, undan ko'ra ko'rganimiz yaxshiroq. Onkologiya jarayoni boshlangan bo'lsa va bosh og'rig'i bo'layotgan bo'lsa, ba'zi bir xil bosh og'riqqa nisbatan vitaminlar ham qo'llashadi-yu, u narsa kattaroq o'stirib yuboradi haligi o'smani. O'sma individualniy. Boshqacharoq bo'ladi. Chunki kerakli paytda biz dash gormon qilamiz. Chunki shishni kamaytirish kerak bo'ladi. Hushdan ketish holatlari bo'lsa, unda yordam berish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda nima deydi, palka двух концов. Bemorga yordam berish birinchi bo'lib. Dorixonalardagi og'riq qoldiruvchilarni ko'p qabul qiladigan bemorlarimizda oddiy misol qilib aytsam, bemorda zo'riqishdagi bosh og'riq deylik, o'sha charchoqdan keyin, stressdan keyin bo'ladigan og'riqlar, u og'riq qoldiruvchi dorini bir hafta ichdi, 10 kun ichdi, 15 kun ichdi. Bu holatni o'zi, shu og'riq qoldiruvchi dorilarni o'zi yana bitta alohida og'riqni chaqiradi. Bu abuzus bosh og'riqlar. Alohida bosh og'riqlar именно shu og'riq qoldiruvchilar oqibatida kelib chiqqan bosh og'riqlarda alohida. U bu yerda ko'proq kognitивно-поведенческая terapiya deyiladi. Shu dorilardan chiqib ketish yaxshi ehtiyotkorlik yo'li bilan shu dorilardan chiqib ketish. Bu yerda ham dozirovkani kamaytirib chiqib ketiladimi? Ha, dozirovkani kamaytirib, boshqa alternativ dorilar berib, psixologik yordam. Chunki bemorda o'rganish bo'ladi. Bugun boshim og'riydi, ichib ola qoling. Boshim og'riydi, ichib ola qoling. Shunaqa holatlar bor, даже bir kunda 4 talab trimol ichib yuradigan bemorlar bor. Bular muammoni hal qilishga shoshilishmaydi. Dori ichib hozir yaxshi bo'lib qoladi. Ha, ishini davom ettirishaveradi. Men klinikamizni ochganda bitta narsaga e'tibor berdim. Kelinglar so'rovnoma o'tkazamiz. Har bitta kelgan MRTga yoki KTga kelgan bemorda dedimda. Yo'llanma so'rashni boshladim. Tekshiruvga yo'llanma. Shunda qiziq narsa chiqdi. Ko'pchilik yo'llanmasi yo'g'ida nega yo'llanma olib kelmadingiz desa, bir xil aytdiki, eng ko'p tarqalgan javob bu
baribir shunga jo'natadi-ku, oldin qilib borganimizda ma'qul ishda. Baribir MRT-ga jo'natishadi, oldin qilib borganimiz. Bu odatda u uyda bironta bemor shu orqali davolangan bo'lsa, o'shani kopiyasi. Ikkinchi holat, kompyuter qo'yib yubormagan narsani doktor qo'yib yuborish kerak bo'lishi mumkin bo'lgan narsani kompyuter qo'yib yubormaydi deb turib, birinchi kompyuter tomografga yo MRTga keldik deydi. O'zi aslida shu darajada hozir muhimmi MRTga tushish yoki kompyuter tomografga tushish? Boyaga aytganingizdek bo'lg'achada baribir 80% ish hal bo'ladi. Keragiga jo'natiladi har holda, lekin kerak emas ham juda ham ko'p-da. Ko'p. Odamlarni o'zi qiziqadi bu narsaga. O'zi xohlaydi. Full body degani bor, paket. To'liq tanani ko'rgisi keladi ular. Chunki bunga ham ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati juda ham katta deb o'ylayman. Chunki ko'p negativ informatsiyani o'qishadi. Menda ham shu narsa bormikin degan o'y-xayol paydo bo'ladi, vahima paydo bo'ladi. Shu vahimani tinchitish uchun ular MRT qilib shu narsani ko'rgisi keladi. Qancha bemor sizni tajribangizda qo'yilgan diagnozdagi oxirigacha davolanishga harakat qilgan? Oxirigacha ko'p unaqa bemorlar. Unaqa ko'pmi? Bor. Juda hurmat qilaman shunaqa bemorlarni. Ular konsultatsiyaga vaqtida kelishadi. Bir oyda kelishadi. Aytilgan dorini qilishadi. Vaqt o'tadi. Polni remissiyaga kelamiz. 2-3 oyda bir marta kelib tursanglar bo'ladi deyman, bo'ldi. Lekin dangasa bemorlarimiz ko'proq. Shu vaqtida mana bugun davolanish boshladi, ozgina foydasi teggandan keyin odatda tashlab qo'yadiganlar yaxshi bo'lib qolgan. Bo'ldi. Men taktikam shunaqa, bemorlarga og'riqsiz yashashni o'rgataman, mansiz yashashni o'rgataman. Men o'sha suhbat mobaynida aytaman. Mansiz yashashni o'rganing. Mening maqsadim meni oldimga doimiy kelib yurishingiz emas. Men hozir sizga yordam beraman, og'riqsizlantiraman, sizga yo'lini ko'rsataman. Nima qilsangiz og'riq bo'lmaydi, nima qilsangiz kasal bo'lmaysiz. Agar bemor shunga men bilan ko'nsa, ishlaysiz. Uni yutug'i. Chunki meni ishim davolash, yordam berish. Qachon kelganda men yordam berishim mumkin. Qarang, kuniga 24 soat ichida odatda 8 soat uxlashimiz kerak deyiladi. Bu 8 soat kechqurun bo'lishi shartmi? Chunki hozir mana yonimizdagi operator bolalar ham hammasi kechasi bilan ishlab chiqishadi va kunduz uxlashadi odatda. Fiziologik holatdan olsak, kechqurungi uyqu muhim. Chunki biologik biz shunaqa tuzilganmiz. Kunduzi biz bo'dirib yurishimiz kerak, uyg'oq. Kechqurun uyquda bo'lishimiz kerak. Chunki uyqu paytida ko'p foydali organizmda fiziologik holatlar yuz beradi. Buni aytishim mumkin, to'liq perizagruska. Tanani perizagruskasi. Bu xotira sifatidan boshlab gormonal fon hamma tanani qismlariga aloqasi bor. Xotira pasayishi keng tarqalgan hozir. O'ta keng tarqalgan va diqqatni jamlashadi. Buni sabablari va buni davolash qanchalik darajada yuqori ko'rsatkichlarga chiqarsa bo'ladi. Hozirgi kunda ko'p. Chunki turmush tarzi o'zgardi. Zamonaviy hayotda gadjetlar bilan ko'p foydalanish, ko'p va tez informatsiya, ma'lumotlar juda ham ko'p. Uyquning sifati ko'pchilikda pasaygan. E'tibor bilan xotirani ajratib olishimiz kerak. Doimo xotiram pasayib keldi degan bemorlarda xotira pasaygan bo'lmaydi. Konsentratsiya vнимание pasaygan bo'lishi mumkin. Bu qachon? Bu ko'p
insonlarda dam olish bilan ishni balansi yo'qligida miyada charchash holati bo'lganda shunaqa снижение konsentratsiya внимания bo'ladi. Biza o'zi miyamizni bor yo'g'i 3-4% ishlatadigan bo'lsak, qanaqa qilib u charchaydi? Charchaydi, chunki ko'proq aqliy mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchi insonlarda ko'proq energiya sarflanadi. Chunki eng katta energiyani sarflovchi organ bu miya. Va u miyaga yaxshi dam berganingizda u yana sizga o'sha to'plagan energiyasini to'liq sizga qaytarib bera oladi. Uyqu bilan xotirani bog'laydigan bo'lsak, uyqu paytida bizda gipokamp degan soha bor. Gipokamp aktiv ishlaydi. Faqat uyqu paytida ishlaydi. Gipokamp bizga vоспоминание, xotiralar u kunduzi qisqa muddatli xotirani yig'adi. Kunduz mana biz uyg'oq paytimizda gipokamp hamma o'sha biz olayotgan emotsiyalar, ma'lumotlar hammasini yig'adi va uyquga ketgan paytimizda konsolidatsiya bo'ladi. Degani sortirovka ajratilib. Biz uni подсознательно qilamiz. Сознательно biz sortirovatsiya qilmaymiz xotirani. O'sha uyquga ketgan paytimizda gipokamp biz uchun muhim deb topgan hamma informatsiyani, qisqa muddatli xotirani uzoq muddatliga miya po'stlog'iga yuboradi. O'sha miya po'stlog'iga yuborilgan xotira, ma'lumotlar uzoq muddatliga aylanadi. U xotiralar biz bilan umrimiz oxirigacha bo'ladi. O'shaning uchun xotira buzilgan vaqtida ko'pincha insonlar yaqin oradagi ma'lumotlarni esdan chiqarib qo'yishadi. Eski ma'lumotlar qoladi. Xuddi shunaqa yosh katta insonlarimizda ham bolalikdagi holatlarni, ota-onalar bo'lgan holatlarni yaxshi eslashadi, lekin 2 soat oldin nima ovqat yeganini yoki bo'lmasa biron bir ismlarni esdan chiqarib qo'yishlari mumkin. Xuddi shunaqa yosh katta bo'lgandan keyin insonning xotirasini tiklash qanchalik darajada amalga oshirsa bo'ladi? Chunki meni o'zim kichkina hikoyam bor. Bu meni dadamlar. Xotiralarini yo'qotganlar umrlarining oxirgi 3 yilligida daplot bizani tanimasdilar. Lekin bolali uylarni adresini aniq bilardilar. Va to'g'ri uydan chiqib ketib turib, men uyga ketdim derdilar va o'sha uyga qarab yo'nalardi. Va to'g'ri borardilar. Qizig'i. O'sha miya po'stlog'iga borgan xotira ularda qolgan oxirigacha. Endi juda ham muhim narsani aytmoqchiman. Mana shu saqlangiz o'zingizlarga xosida bo'ladi. Uyqu bu Alzgeymer kasalligini profilaktikasi. Uxlash kerak. Lekin uyquni hammada o'zining normasi bor. Xotira aytdingiz, xotira bu oliy nerv faoliyati qismiga kiradi. Kognitiv faoliyat. Kognitiv faoliyatga 5 ta qismi bor. Bu xotira, bu e'tibor, bu gnozis, bu praksis, bu nutq. Mana shu 5 ta asosiy qism kognitiv faoliyat, xotirani bizga yaratib beradigan qismlar hisoblanadi. Kognitiv faoliyat buzilishining birinchi, ikkinchi qismi yengil o'rta darajasini biz boshqara olishimiz mumkin. Lekin 3-darajasida o'sha Alzgeymer yoki demensiyada orqaga qaytarish qiyinroq bo'ladi. U paytda biz faqat simptomatik davo qilamiz. Maqsad inson hayotini sifatini yaxshilash va jarayonni iloji boricha cho'zib berish. Mana bilamiz, hammamiz farzandimiz bilan o'tirib dars qilamiz. Odatda qanchadir vaqtdan keyin odam yuragi siqilib ketadi. She'ri yodlay olmasa yoki bo'lmasam o'zlashtirish pasayib ketsa. Mana shunday shikoyat bilan farzandini olib keldi inson. Nima maslahatlar bera olasiz? Agarda unda o'zgarish bo'lmasa miyasida, boshqada bo'lmasa, faqat shu xotirasi sustlashgan. Bolalarda ko'proq konsentratsiya внимания buzilgan bo'ladi. Ko'proq
bu boladagi umuman asab tizimini holati qanaqa. Chunki juda ham ko'p tarqalgan SDVG sindromi, sindrom defitsit vнимания giperaktivnosti. Bu bolalar ko'pincha uzoq muddat bir joyda o'tira olmaydi. Konsentratsiyasi juda ham pasaygan bo'ladi. Shuni hisobiga ular ko'p chalg'iydi. Ota-onalardan bo'layotgan bosim buni yana ham kuchaytirib beradi. Shuning uchun ularga individual yondashilish kerak. Bolani o'ynash yo'li bilan darsini qilishiga yordam berish kerak va har xil mashqlar bor xotirani yaxshilagani. Ular ham o'yin sifatida bo'ladi. Shug'ullanish kerak. Odatda boya yaxshi narsani esladingiz. Aptekaga kirganingizda antibiotik so'rashadi-yu. Men bu narsani Turkiyada ham, Angliyaga borganimda, Angliyada ham, Koreyaga borganimda ham antibiotikka ular juda ham qattiq qarashadi-da. Xuddi bu narsa bir tomonlama. Bu misol uchun uni o'zini tabaqalanishi bor ekan-ku. Bizda yosh onalar ko'proq kiradi, aptekaga menga eng yaxshi antibiotikingizni bering, bir haftadan beri bolamni burnidan oqish qolmayapti deydi. Odatda shu antibiotikni ular oladi. Nima bilan bu xavfli? Ertaga shu antibiotik o'z o'rnida kerak bo'lganda tushunishim bo'yicha ishlamaydi. Shu to'g'risida ozgina tushuntirib bersangiz, baribir ham bugun siz bilan gaplashib o'tiramiz, odamlarga manfaatli bo'lib qoladi. Albatta. Oxirgi marta ko'rgan ma'lumotim bo'yicha antibakterial davolash ko'proq reanimatsion kasallikka deb konkretno eshitdim. Birinchidan antibiotiklar ular tanlab ta'sir qilmaydi. Ular to'liq organizmda kerakli bo'lgan yoki bo'lmasam zararli bo'lgan bakteriyalarni hammasiga kurashadi. U degani antibakterial davo olgandan keyin bemorga alohida tiklanish talab qilinadi. Har safar organizmga ortiqcha ko'mak beriladi, keraksiz ko'mak. Men hozir esla olmayman qachon oxirgi marta bolalarimga antibiotik berganim. Chunki menda opodam infeksiyasi bo'lganlar, doim aytardilar organizmga berish kerak vaqt kurashishga. Isitma chiqdi, demak organizm kurashyapti. O'sha viruslar bilan, bakteriya, mikroblar bilan shu narsaga yo'l qo'yib berish kerak. Hozir bu narsa rivojlanyapti. O'zini ustida ishlaydigan onalar ko'pincha hozir antibiotiklarsiz davolanishyapti. Bu ozgina emotsional qiyin, chunki o'sha antibiotiksiz kasallik simptomi yorqinroq bo'ladi. Shu bolani injiqligidan sabr qilib o'tib olish kerak. Shoshilib virusga qarshi antibiotiklar yoki bo'lmasam og'riq qoldiruvchi dorilarga shoshilmasdan. Lekin individual. Baribir ham agar bolada yoki umuman bemorlarda aytaman, oddiy gripp holatlarida ham mutaxassisga murojaat qilish kerak. Chunki biz bilamiz, ko'pincha o'sha respirator kasalliklar yoki bo'lmasam lor a'zolari kasalliklari to'g'ridan-to'g'ri bosh miyaga infeksiya berishi mumkin. Bu meningit, meningensefalitlar og'irroq kechuvchi va prognozi yaxshi bo'lmagan holatlar. Oxirgi paytda keng tarqalib qoldi. Meningit so'zi ham yana qayta tilga olinadigan bo'lib qoldi. Yaxshi. Endi keling profilaktikaga o'taylik. Misol uchun ijtimoiy ong degan narsa bor. Bu biza qanchalik darajada tibbiyotda bilimga egamiz. Va o'zimizda bo'layotgan o'zgarishlar, kasalliklar, to'g'ri murojaatlar. Bu podkastimizdan yoki bo'lmasam yig'ilib video olishimizdan maqsad shuni ko'tarish. Aslida insonlarga foydali bo'lishi. Sizni oldingizga, nevropatolog oldiga bemorlar o'zida muammo duch kelishidan oldin ko'rikka kelib turish kerakmi yo'qmi? Men nimaga bu narsani aytayapman? Bironta kasallikni oldini olish uchun
Bundan oldingi videomizda tagida bitta lor shifokor akamiz yozyaptilar. Endi bemorni quvlab yetib davolaymizmi deb kommentariyada yozyaptilar, heyt qilib. O'zi qanchalik darajada vrach bilan bemor o'rtoqlashishi kerak o'zini sog'lig'ini oldindan himoya qilish uchun. Normada Normada. 1 yilda 1 marta check-up tekshiriladi. Umuman shikoyati bo'lmasa alohida paket check-up bor yoki bo'lmasa shikoyatiga qarab turib alohida qo'shimcha check-up. Bu juda ham muhim holat deb hisoblayman. O'zim amaliy sog'lom odam bo'lsam ham, mani hech narsa bezovta qilmasa ham 1 yilda 1 marta o'zimni tekshirtiraman. Buni men o'zimga zarur deb hisoblayman. Chunki kasallikni oldini olgan yaxshiroq. Kasallik boshlangandan keyin, paydo bo'lgandan keyin bemorlarga xuddi shunaqa tushuntiraman. Kutmang. Har xil guruhga bo'linadi bemorlar. Kimdir o'z boshimchalik bilan davolanib keyin keladi. Kimdir oldini olib keladi. Kimdir yo'q bo'lsa ham shu narsani topgisi keladi. Shuning uchun podxod individualniy har bitta bemorga. Lekin men doim aytaman, iloji boricha kimyani kamroq, dorilarni kamroq qabul qilish. Xo'p, mayli. Minimal check-up sanab bera olasizmi? Misol uchun qon topshirish kerakdir, qaysidir analizlar balki MRTdan tekshiruvdan o'tish. Siz o'z sohangizda minimal check-up nimalardan iborat? Agar bemor umuman shikoyati bo'lmasa, agar bemor umuman shikoyati bo'lmasa, bu biokimik tahlillar, umumiy qon tahlili, mikroelement elektrolitlarga, chunki hozirgi kunda yashash tarzi va yeyotgan, iste'mol qilayotgan ovqatlarimizni inobatga olib, defitsit bor yo'qligini aniqlashimiz kerak. Chunki qonda sifatiga ko'p narsa bog'liq. Miyani to'yinishi, umuman tanani to'yinishi shu tekshiriladi va ultratovush tekshiruvi, ichki organlarni tekshirish eng oddiy yo'li tekshiruvni. Men taxminan bilaman, bu narsalar odatda 700 mingdan 1 milliongacha pulinglar ketadi agarda mana shu tekshiruvlardan o'tsanglar. Minimal tekshiruv, check-up o'tib qo'ysanglar bo'ladi. Keling, energetiklar to'g'risida nimalar bilasiz va uni muntazam ichgan odamlar nima o'zgarishlar bilan kelishadi? Mani oldimga ko'p kelmaydi. Energetik ichgan. Energetiklarga mukasib ketganlar ko'proq bu o'smirlar. O'smirlar va ko'proq 30-35 yoshgacha bo'lgan insonlar. Ko'p ahamiyat beraman. Hozirgi kunda qizlarimizda ham ko'p uchrayapti bu narsa. Shu ichib o'tirishganini ko'raman. Tarkibidagi taurin, kofein moddasi to'g'ridan-to'g'ri o'rganib qolishga olib keladi. Привыкание deylik, зависимость. Va asosan asab tizimiga va oshqozon ichak tizimiga juda ham salbiy ta'sirini ko'rsatadi. U ishonasizmi, aytaman, 1 marta ichib ko'rganman. Ichib ko'rgandan keyin shu euforiya holatini sezganman. Qatdan shu narsa keladi. Demak, aytganman, insonlarga xuddi shu uni effekti yoqadi. Tetiklashtirish, sun'iy ravishda tetiklashtirish. Keyinchalik bu tanamizni dangasalikka olib keladi va qon tomir sistemasini buzilishiga olib keladi. Asoratlari juda ham ko'p. Bu asab tizimini qo'zg'alishidan boshlab oshqozon ichak devorlarining zararlanishi. Zo'r ma'lumot bo'ldi. Yana bitta narsa, hozir men ko'p eshitayotgan narsa bu havomiz endi ifloslangan, undan tashqari allergiyani hisobiga burunlarimiz yaxshi nafas olmaydi. Ko'p holatlarda va jarrohiy yo'li bilan ko'p davolanyapti hamma. Qanchalik darajada xavfli farzandlarimizga agar shu bilan shikoyat bo'lsa, miyaga havo yaxshi yetib bormasligi.
Oxirgi 3 oyda ahamiyat berdim. Oldin unchalik sezmasdim. Oxirgi 3 oyda sezdim. Shu havodagi chang shunchalik darajada sezildi menga. Shu narsani ahamiyat berdim. Chunki piyoda yurishni yaxshi ko'raman. Harakat qilib pozitiv yo'l bilan o'zingizga nushat qilasiz. Yaxshi, toza havo, Xudoga shukr deysiz. Lekin sezishni boshladim. Bosh og'rib kelgan bemorlarga beradigan savollarimdan bittasi burun yaxshi nafas oladimi? Chunki burundan nafas olish juda muhim. Burunda qiyshaysh bor insonlar yoki bo'lmasam adenoid deymiz. Bunaqa o'zgarishlar borlar, giperplaziya bor bemorlarda nafas olish qiyin bo'ladi. Kunduzgi paytida yoki bo'lmasam ko'proq uyqu paytida. Ojiz ochib uxlaysizmi deb so'rayman. Shunaqa bemorlarda surunkali bosh og'riq paydo bo'lishi mumkin. Bosh miya gipoksiyasi hisobiga. Ularni to'g'ridan-to'g'ri ulug' shifokoriga yo'naltiraman. Muammoni hal qilish kerak. Chunki ko'pincha holatlarda bosh miyadagi bo'lgan o'zgarishlar ikkilamchi hisoblanadi. Qaysidir kasallikning oqibatida. Biz qachonki o'sha sababni yo'qotsak, bu simptom og'riq o'z-o'zidan yo'qoladi. Sababini yo'qotish kerak. Yo'qotish kerak. Albatta tavsiya qilgan bo'lardim. Tog' zonalarga chiqib vaqti bilan toza havodan nafas olib kelishlarini yoki bo'lmasam xonani havosini tozalovchi filtrlardan foydalanishlarini va ko'proq suv ichish kerak. Suv ichish temasini yaxshi ham ochdingiz. Qancha ichish kerak? Har bitta insonga o'zini normasi. Kimdir xohlaydi ko'p suv ichishni, kimdir xohlamaydi. Lekin kam ichish kerak emas. Chunki biz aytamiz, tanamizni 80% suvdan iborat. Qachonki suvga to'yganimizda qonni sifati yaxshiroq turadi. Oshqozon ichak holati ham yaxshiroq turadi. O'shaning uchun ertalab uyg'onganda och qoringa darrov ovqat yemasdan iliq suv iloji boricha limon qo'shilgan o'sha kislotniy holatni yo'lga tushirib olish uchun aytiladi. Bu o'sha hamma aytadigandek 3 litr bo'lishi shartmi? Yo'q. 3 litr bo'lishi shart emas. Masalan, men 3 litr ichmayman. O'zimni xohlagan vaqtimda ichaman shu. Chanqoq hisini tuysangiz, suv olib ichishingiz kerak. Yaxshi. O'rta hisobda, misol uchun nevropatolog student bo'lgandan keyin ma'lum tajribaga ega bo'lguncha qancha vaqt ketadi? O'rtacha. Menimcha 8 yil 8 deb yil. o'ylayman. Menga nima yordam bergan? 2010-yilda bakalavr bitirib, magistratura. O'sha magistratura paytida kafedrada laborant, kabinet mudiri bo'lib ishlaganman. Ishga kirishim osonroq bo'lgan. 2018-yilda PhD yoqlagandan keyin ekstreniy nevrologiya, shoshilinch nevrologiya bo'limida ishlaganman. Shu menga juda ham katta yordam bergan. Chunki shoshilinch nevrologiya bo'limida ko'proq og'ir kasallar keladi. Ekstreniy o'sha og'ir kasallar, kuchli og'riqlar bilan, hushsiz holatda, komada, reanimatsiya bilan ishlaysiz, reanimatologlar bilan birga ishlaysiz. Ishlayotgan joyingizga ham bog'liq bu narsa. Lekin xususiy shifoxonalarda ko'proq hozir ekstreniy nevrologiya rivojlandi xususiylarda. Lekin baribir o'ylayman, yengilroq xususiyda. Katta qismini baribir davlat muassasalari o'zini anaqasiga oladi. Xo'p. Yana zo'r savol keldi. Agar davlat korxonalari bilan klinikalari bilan xususiy klinikalar farqi. Faqat uni pullik pulsizligidan tashqari. Farqi
sharoitida Bu to'liqroq aytib bera olasizmi? Nimalarni sezgansiz? Sharoit. Masalan, hozirgi kunda men o'zim ishlaydigan klinikani misolida aytsam, men o'z ko'zim bilan ko'raman holatni. Ko'z bo'yamachilik yo'q. O'sha bizda shokoviy bo'lim bor, reanimatsiya bo'limi. O'sha bo'limdagi ishlayotgan har bitta farrosh, har bitta hamshira shunaqangi individual ishlaydi bemor bilan. Men to'liq qo'rqmasdan aytishim mumkin, ishonch bilan biron bir insult bemor kelsa, keling biz reanimatsiyaga, yaxshi qaraydi. Keling. Bemor shunaqangi toza yotadi. Uni kravati, posteli juda toza bo'ladi. Vaqtida qaraladi. Bu individual. Ha deyman, narxi qimmat. Hamma ham yota olmaydi. Bu yerda ozgina bor. Sportni momentlar bor. Bor. Chunki hamma ham yota olmaydi. Qulayligi tomonidan, sharoiti tomonidan xususiylar yaxshiroq. Lekin men xususiylarda ham ko'ryapman, ular shuncha ham sifatli xizmat ko'rsatishgani bilan o'ta katta foydada emas. Nima uchun? Sababi xarajatlar juda ham yuqori bo'ladi. Davlat strixovkasiga qanaqa qaraysiz va bironta ma'lumotingiz bormi buni kirib kelayotganligi to'g'risida? Barcha sferadasiz-ku. Men xohlagan bo'lardim bu narsa bizga kirib kelishini. Chunki strixovka ozgina insonlarda ответственность shu именно shifokorlarda javobgarlik hissini oshiradi. Chunki standartdan chiqish qiyin bo'ladi. Har bitta punkt yoziladi. Bu yaxshi tomonga deb o'ylayman. Chunki bu belgi davlatni rivojlanganligini bitta belgisi hisoblanadi. Tibbiy sug'urta. Tibbiy sug'urta. Zo'r. Menimcha suhbatimiz juda ham mazmunli bo'ldi. O'ylaymanki, bizning kuzatuvchilarimizga ham manzur bo'ladi. Va suhbatimizning oxirida o'zingiz tavsiyangizni aytsangiz, bemorlar uchun qaysi holatlarda nevrologik kasalliklarning oldini olish mumkin? Men aytaman, inson o'zini to'g'ri yaxshi ko'rish kerak. Bu to'g'ri yaxshi ko'rish degani o'ziga g'amxo'rlik qilish. Tanamiz sog' paytida uni qadriga yetishimiz kerak. Men farqi yo'q. Qanaqa shikoyat bilan bemor keladi? Bosh og'riq bilan keladi, bel og'riq bilan yoki xotira buzilishi bilan. Birinchi bo'lib aytadigan narsam bu sog'lom turmush tarzi. Chunki tabiat o'zi bizga hamma yo'lini bergan. Oson qilib bergan. Bu to'g'ri ovqatlanishimiz, harakat qilishimiz, sport, individual xohlagan turingiz bilan va vaqtida uxlash. Shu narsani qilganda aytaman, har bitta bemor bu 70% sizni davoingiz deyman. Mana shu sizni javobgarligingiz 70%. 30% men yordam beraman vaqtincha. Lekin har bitta inson o'z sog'ligiga o'zi javobgar. To'g'ri. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Va o'ylaymanki, bu ko'rinishdagi podkastlarimiz hali davom etadi. Xudo xolasa kelgusida yana ham suhbat bo'lish nasib qilsin. Rahmat.